so'm pul topay demaydi bu. Yatqini, yatqalla. Bir gücek topini ilib, mayaq yo'tkay demaydi. To'qoning po'qila buning ijozi. Bir harakat degan nima yo'q-da buningda. Shunchilik 3 cho'ng odamlar buningga amallar o'ltirib etsak deydi qaraydi. Shun o'shko'rinib ketgan pul topmagan haqni ko'ziga. Bir kun kirsam cho'ng odam pichoq chaqlab o'tirdi, g'ala yotdi. Cho'ng odam, g'ala qani yesam yotdi dedi. Kirsam yetibdi qara. Kona kiyimlar bilan yotganda yotdi. Bu qopay. Jere seni bir shahar ishiga kirib, g'uljidan bir qurib kiyim ipra aytsam, "Amada qilmamcha" deb o'zining kiyimlarini kiydi. Qarasam, oyig'i shunchalik loy bo'lib ketdi-da buning. Oyig'ini ita desam, cho'ng odam qarab, "Dada, oyoq itilgan lati bormi?" desa, cho'ng odam, "Ha? Yo'q, bu uyda seningdan boshqa lati yo'q" deydi. Bu ajoyib odamlar bor. Bizim al turganda bir akimiz bor. Qopiyachi-da bu. Liqqid qopiya og'izning ichi. Biz bir qopiyachilarni yengib olsa, bu ne? Şinjan tevesi yengdigan odam yo'q-da. Liqqdan 15 minut og'zini yumsa, ikki ko'z chinqildi buning. Qopiya chiqib ko'zi ko'rdi ekanda og'ziga ketmasa. Tirissidi qopiya bilan yurdi bu. Jirt desang, mirtilday qaradi. Taraqsang, sharaq. Bundaq tezda. Bir yerda o'tirib qeni chaqmasang, mana qo'aqmaq dedi. Chiqibli turdi ilqini. Oljiqasan, kirasangni monchiqa. Chaygasan, chiraqingni tegat, o'qi. Tutulamay ilqinidan. Bu qopiya degani mana bir xo'shallik kunlari deymiz-ku, bu o'lim, jitimdim qopiya deydi-da. Bir og'inimizning opisiga qilib bu qopiyachi bilan kirib olibdim men sarang. Yaqa o'lim ozdag'ina ham yig'lab qoldi. "Voy onam" desa, "Ha, yolg'iz qolibdi-ku dadang" deb o'limdim qopiya bu. Rahmat. Qishning kunlari yilqin men bu chapalan kiyib, buni qishidan ishti kerak o'tib ketmam, murang tekitib shaldir qilsa aysha qarab g'ildirildi deydi bu. Ovoz chiqsil o'qiydi. Bir gün motoluq men qapti bu chirg'i yo'qmadi aka. Ketib kesat ishkilar bilan. Ketirib chiroq qo'ygan ekan, g'ova birinlarga labo bositgan bu. Dedit topib o'zgiz bibib. Dedit bibib qilib moto qopiya o'qib, motoning tegitki zinjir qanot tegib taraq so'sta qarab sharaq. Qopiyalar bo'lib ketib, ko'may shig'il qo'yib yotgan, bushning negiz bir hongdan tushib ketdi moto bilan. Gulib, bidi tushib ketib, o'ziga o'zi o'lib. Ay voqeaga qopiya o'qib tilqi. Beshi bir tashqi jang ataysiz o'ziga zvang. Sekratga sadagan ketaylar ilqoqi sekratda deydi. Tutqul sunuq qo'g'illar egilib o'pkilari sanchilib, g'uva o'shini bilga chimchim. Burundan qani tem qilsa shunaqa qim. Yaqdan keyin bizdan bir akimiz kelib qilib ustiga. Qo'q ketdi sekratga ilqi. Xudo qarab, "Va men kim bordi?" desa sekratda. "Qo'qma kelar og'riyotgan jon bordi." Bu qopiyachiga 120 ming mashinasi endi taliga uchrabdi. 120 ming mashinasi bilan do'stlikqa kelibdi ma'qulchiga. Akasi Xudoyim tova. Jiddiy bo'limda qopiya o'qib deydi ilqini. Operatsiyani ustida qopiya o'qib. Doktorlar kelib, "Va, buning puti sunibdi. Kimning uyida qo'nibdi?" "Aklinglar dakas, beshin sal paka." Joniman chiqqan gap doktorlar qo'q. "Va, mingis qanib akas, qo'lda danib aka. Va, buning narkis uraylis, ya bidan turaylis." Rahmat. Doktorxonadan chiqdi endi bo'lsa, mingisiga bir qon tushib ketdi buning. Shu chaqda tara qilay deyotgan bir yurja irisi ichilib ketib qoldi-da buning. Yo'q, bir jut ketibla, mo'lla topqa qo'yib qoldiganlar bormi? Bumi doktorxonadan chiqibla, mingisiga bir qon tushgan bana bo'ldi. Uning yog'i she'r o'qiymal deydigan bo'lib qoldi-da bu. Taraqqiy qilinib ketdi, o'qimayman unda qilgani. Bir kun bizni uyda parans yetib qoldik, soat 1:30 bilan o she'rchiligini o'qimabdiman. Yatamda o'qsam yotayli dedi, nimada edi Jozva. Ma Jozni yetib ben yotgan köp salay desem Jozan aykın kötedi. Mayqı men götürüp Bayqa Cuma dümbağını ek urvamal dedim başlayat qara şerini bu. Başımangan koçunun oturda turvama. Bayqap köte Jozni dümbülürün urvama. Bu qanda qolib qoldi dedim. Yatamda o'qsam yataydi Şonköleli yatib 6-ayda. Sala Şonkoran aram xudo yatsa dedim. Peshingdagi to'paqni egizmiqa ilyotgan aram xudo yatsa Şonkoran ilyotgan. Jonim olib chiqdi meni. Turib qo'qiyotma, ishimni birimdan o'qiyotma qara. Yotgan köpün selib, meytekisi var, yotqanı mıştaqlı içişiga, hem şeiri okumas deb, "Bolduma tokini üçürüp iteyim al" dedim. "Petişimiga qo'shdan tug'izmasini ko'chirib, endi aram olimiz toklarni o'chirib." Şeiri bile girib ketdi.